Assalomu alaykum akalar. Bugun YouTube kanalimizda Kia K8 2025-yilgi restyling versiyasini sizlarga bitta полный obzor qilib beramiz. Bizani podдержка qilish maqsadida YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Mana shu videoga hozirdan bitta like bosib qo'ysangiz biz boshladi. Kialarning ichida restyling versiyasida menga eng yoqqani mana shu Kia K8 bo'ldi. Misol uchun ko'pchiligi Kia K5 kichkinalik qilishi mumkin, Kia K9 bo'lsa kattalik qilishi mumkin-da. Lekin maslahat berardim, mana shu Kia K8 dan bitta xarid qiling aka. Buni vidini qaranglar. Oldingi Kia 8 bilan hozirgisi ancha farqli. Ko'rayotgan bo'lsangiz, splashnoy ledli qilishgan, vashi chiroyli. Ledda ko'rsam, palasalari bor-ku. Pastida xrom detalida ham palasalar bor. Tepa bilan kombinatsiya qilingan, vashi dit bilan ishlanganda. Oldilarda mana 360 kameralargacha joylashtirilgan Black Piano detallarni ko'rasizlar okalar. Mana reshotkalarni qaranglar. Buni chiroyliligini qarasanglar-chi, rangi lekin vashi o'lib qolgan bor. Menga mana shu rangi yoqdi. Neobichniyda. Farasi keladigan bo'lsa, ishoninglar, buzib yuboradi yoritchi. Chunki naq 4 ta lupa joylashtirilgan. Tepa dileti ham ko'rayotgan bo'lsangiz, tepagacha chiqqanda, o'ziga vashi boshqacha turibdi. Kapoti tagida V6 3,5 litrli motor turibdi akalar. 300 ot kuchi bo'ladi. Shu go'dasiga 0 dan 100 gacha bo'lsa 7,2 sekundda chiqadi. Kia K8 restyling versiyasida mashinaning aerodinamikasi kuchli ishlangan, shamolni zo'r kesadi. Ko'rasam, mashina unaqa baland emas. Panorama tomlari bor, shundoq ko'rinib turibdi. Menga eng yoqqan tarafi bu diskasi bo'ldi. Diskasini vidini qaranglar. Mashinaga shunday yarashgan Hankook balonlarda chiqyapti. R19 konni diska bo'ladi. Orqa farasini qaranglar. Lamborghini Urus'ni eslatyapti-da. Qaranglar, juda ham uzun kelgan, orqa krilolarigacha borganda, vidi lekin boshqacha. Oldi bilan orqasi splashnoy ishlangan ekan faralari. Men bu sportivniy qo'rg'alariga vashi mazza qo'yardim akalar. Bagaji ham juda ham keng ekan. Bitta ochib ko'rsam sizlarga. Ko'ringlar. Короче, bir ikkita qo'yib bemalol sig'dirib olsangiz bo'ladi. Bagajlari ham полностью elektropриводda. Bez ключевой достуplari bor, lekin salonni bor-ku, vashi buzib yuborishgan. Ketdi salonga. Qani, bismillah. Va eshiklarni yopishim bilan sidanglar shundoq kelib beryapti-yu. Lekin video просто jinna. Mashinani bitta zavod qilamiz. Voy, duat tablolarni qarasanglar-chi. Menga eng yoqqan tarafi okalar, rul yengillangan. Ko'rayotgan bo'lsangiz, dum-dum olmasi, to'g'richa sifatroq qilingan. Mana bu airbaglarni qarasanglar-chi. Men bu Black Piano qilinmagan ekanda, okalar, takoy mokri to'q rang detalli ishlatilgan. Mashinani boshqacha ochib beryapti-da. Xo'p, H monitor okalar, tablo bilan birga qo'shilib ketgan. Tablolarda har xil funksiyalar bor. Xo'p, monitorda nima funksiya kerak? Libboy bor, CarPlay deysizlarmi, navigator deysizlarmi, 360 kameralarni bitta tekshiramiz. Ko'rasam, Ponzi tan oberyapti okalar. Xo'p, head-up displaysi bor okalar. O'sha ketayotganinglarda mashina ko'rsatib beryapti. Zadniy vidlarni qarasanglar-chi, chiroyliligini. Mana konsollarda ham xuddi shunaqa mokri Black Piano qilingan. Xo'p, pastda kamchiklari, kirib chiqishlari juda ham zo'r. Okalar, bu borani shipondan qilingan ekanda, qaranglar. Rosekasimi? Menga pasvetkalar yoqdi, qaranglar. Tako pushtrang. Pasvetkasini ham har xil rang qilsanglar bo'ladi. Sam glavnisi tarpetkalari ham полный koja. Choklarni qarasanglar-chi, bir tekstda qilingan. Men metiga mazza qildim. Alicantara desanglar, Alicantaraga o'xshamaydi. Material ham bor, vashi boshqacha ekanda. Stoykalarda ham akustikalari bor. Mashinada kolonkalar juda ham ko'p taxlangan. Короче, muzika eshitsanglar, konsertda o'tirgandek bo'lasizlar. Klimat kontrollari, splashnoy teksti, полный sensor orqali boshqarasizlar okalar. Hop, Type-C portlari, mana bu yerda besprodnoy zaryadkalari hammasi bor. Okalar, panorama lyukka qarasanglar-chi. Vashi katta. Короче,
osmonni mazza qilib tomosha qilib ketasizlar-da. Sidenalari bo'lsa, полностью koja okalar. Preferensiyalari bor, даже sidenada airbaglari ham bor-da. Xo'p, abduf, abagrev hammasi joylashgan. Obshivkalari ham полный koja okalar. Plasmas detalli yo'q-da, ko'rasizmi? Bu akustikani o'zi biladiganlar biladi. Mana shiponiga ashi mazza qildim. Obshivkasi ham, короче, bitta temada. Lekin orqasi realniy biznes klass bo'lyapti. Qaranglar, barro o'zidan полный mediani boshqarsangiz bo'ladi. Orqada klimat kontrollarigacha bor. Type-C portlarni ham qilib qo'yishgan. Orqadan turib, oldi sidenani boshqarsangiz bo'ladi mana. Oldiga, orqaga xohlasangiz spinkasini yotqizasizlar. Takoy cho'mchaklari ham bor-da. Xo'p, akalar, men o'zimcha zo'r his qilyapman. Tormasi mashina oyoqni keng uzatib, bemalol monitordan YouTube tomosha qilib kelsanglar ham bo'ladi. Orqa sidenalari ham полный kojini, bekorga preferensiya qilinmagan orqalari ham. Chunki orqa sidenada ham abduf, ham abagrev bor-da. Agar takoy cho'mni narsa xohlaymansanglar, oynani ko'tarasizlar. Mana pardani ham bitta ko'tarib qo'yasizlar. Даже orqa pardalari ham elektronik ekan. Lekin mana bu lyukini ochilishi menga shunaqa yoqdi. Qaranglar. Mashinaning vidini yanada ochyapti-da. Okalar, Kia K8 ni qo'ldan kelgancha obzor qilib berdi. Yoqqan bo'lsa o'sha gap, like bosib qo'ying. Bu videoni Kia'ni yaxshi ko'radigan do'stinglarga jo'natib qo'yinglar. Agar sizlar shu Kia K8 ni haydab ko'rib, sotmoqchi bo'lsanglar, Kia'ni o'zini ofitsialniy avtosalonlariga borib, bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa, pastda nomerni qoldirib qo'ydi.